Qo'l barmoqlari va qo'llar uvushadi. Bu bo'yindagi nerv qisilib qolganidanmi? Yo'q, ko'pincha qo'l barmoqlarini uvishi ko'krak mushaklarining spazmi va bilak sohasida kanalda joylashgan tirsak nervini siqilishidan bo'ladi. Bo'yindagi muammo esa har doim ham bunga sabab bo'lavermaydi. Beldagi og'riq oyoqni orqa qismiga tarqaladi va og'riq sekin oyoqqa tarqaydi. Bu o'tirg'ich nerv bilan bog'liqmi? Ha, bu ko'pincha noqisma mushakni sindromi bo'lishi mumkin. Bu mushak ishadik nervni siqib qo'yadi. Bunda dumg'aza va yonbosh suyagini harakatchanligini tiklash kerak. Ya'ni buni tiklanishi spazmni qo'yib yuboradi. Agar manda skolyoz bo'lsa, bel og'rig'i umr bo'yi qiynaydimi? Yo'q, skolyozni o'zi bu og'riqni qo'zg'atmaydi. Og'riq ko'pincha mushaklar muvozanatini buzilishi, umurtqa pog'onasini ushlab turuvchi mushaklarning zaifligini hisobiga bo'ladi. Skolyoz bo'lsa nima qilish kerak? Albatta shifokor tekshiruviga borish kerak.